Assalomu alaykum. Bugun integralga oid, ya'ni bo'laklar integrali olishni o'rgataman. Demak, bo'laklar integrali olishda bu masalaga qanday qaraydi? U d v teng integral u v minus v ko'paytirilgan d u. Mana shu bo'laklar integrali olish. Endi mana shuni biz topish kerak bo'lgan narsani biz qanaqadir m deb belgilasak, mana shu m ni topishimiz kerak, yakuniy natijani. Yakuniy natijani topishdan oldin esa biz nima qilamiz? Mana bu yerda mana shu formulaga qanday tushishini tanlab olamiz uni. Demak, uni men x deb olsam, shunda mana u d v ni esa ln x deb olsam, d u miz bizda 1 ga teng bo'ladi. V esa ln x ning boshlang'ichi bo'ladi. Boshlang'ich qanaqa bo'ladi? Boshlang'ichi x ko'paytirilgan ln x desak, buni hosilolamiz 1 ln x bo'ladi. Keyin buni hosilolsak 1 taqsim x bo'ladi, qisqarib ketib, demak bizda ayrilgan, qo'shilgan 1 bo'lib qoladi. Shuning uchun ayrilgan 1 ham bo'ladi. Ayrilgan 1 deb x uzr. Mana shundan agar hosila olsak, demak mana shuni beradi. Mana shuni tanlab olishda endi bu ko'proq integralda ishlab yurganda mana shunaqa sizlarda ko'nikma paydo bo'lib qoladi. Chunki ln x dan, tangens x dan, sinus x, sin kvadrat x yoki boshqalardan olishda mana shunaqa ko'nikma paydo bo'lib qoladi. Mana shuni tanlab olishni bilsak, bu masalani hal qilamiz. Endi bu masalani mana qo'yamiz. Bizda m teng bo'lar ekan u v. Demak, bu x kvadrat chiqarib olsak, o'zi ln x minus 1 bo'ladi. Mana u v ayrilgan, endi integral v miz nimaga teng edi? Mana bu teng, to'g'rimi? X ln x minus x, keyin d u miz esa d u miz 1 ga teng. Demak, bu dx bo'yicha olinadi. Demak, mana shu yerdan biz nima qilamiz? Mana shu yerdan biz x kvadrat ln x minus 1 ayrilgan, mana bu minus x bu yoqqa plus bilan bo'ladida x kvadrat plusdan x kvadrat taqsim 2 minus x ln x dx. E'tibor bersalaringiz, mana bu narsaga kelib qoldi. Buni biz m deb belgilagan edik. Bu demak, m ni bu yoqqa o'tkazsak, m qo'shilgan m teng bo'lib qolar ekan. X kvadrat chiqaraveramiz. Shunda ln x bu 1 taqsim 2 bo'lsa, minus 1 taqsim 2 bo'ladi. Mana shu kelib qoldi. Demak, m imiz teng bo'lar ekan. X kvadrat taqsim 2, bu 2 ln x ayrilgan 1 taqsim 2. Mana shu kelib qoldi. Demak, m bizda mana topilishi kerak bo'lgan m ni yakuniy natijasini olsak, x kvadrat taqsim 4 ko'paytirilgan ln 2 ln x ayrilgan 1 plus s ko'rinishida bo'lib qoladi.